Hozir men nima qilay endi? Abduqodir Husanov yurtdoshimiz uchun City yutganiga xursand bo'laymi yoki haqiqiy Real sifatida xafa bo'laymi Real yutkazganiga? O'zi yutkazdi deyish ham noto'g'ri bo'ldi. Bitta penalti oshiqcha bo'ldi xolos bu yerda. O'yin mobaynida mana butun dunyo ko'rib o'tirdi. Real bunaqa tarkib bilan asosiy o'yinchilar yo'q holda nima qilarkin deb turib hamma ko'rdi. 100% bilaman. O'zingizlar kommentga yozib ketinglar. Bitta penalti yoshchalik qildi xolos. Bemalol yutib ketsa bo'ladigan vaziyatda. To'g'ri, 7 tamikin hujumchi bilan o'ynadik. Kerak bo'lsa, Kurtuvani ham hujumga o'ynatardik. Mahallalarda o'ynaymiz, o'ziz ham o'ynagansiz. Barata ham o'yinchi qilib turib. Bunaqa qilishimiz ham mumkin edi. Ammo lekin Citychilar boru Chempionlar Ligasini finalini yutgandek bo'ldi. Mana muxlislar sizlar ham City chempionlagan devoraveringlar. Kubokda mavsumda oxir-oxirida berar ekan, ungacha o'shab turibdi-kan, devoraveringlar bemalol. Ana sudya chultagini chomasdan oldin ana u Donnarumma savdo otib yubordi. Borib bolalar bir-biri bilan Citychilar quchoqlashib, o'pishib, qilishib, banket bugun shotimendan bo'lib ketdi. O'zi oxirgi 3-4 ta o'yindan beri Real yutayotgandi Cityda, to'g'rimi? Endi manaqa asosiy tarkibda bolalar yo'q, hammasi Telmanda oyoq singan, bet singan, bashara buzilgan bo'layotganidan foydalanib oldi. Endi bilib oldik. City yana keyingi o'yinlarda 3-4 ta yutamiz. Yana City xafa bo'lib, shumshayib turgan paytda mishqa o'xshab. Yana asosiy o'yinchilarimizni kasal bular deb turib sprapga yozdirib, kasal olmasa hamda asosiylar tushirmasdan shunaqa qilib yana Cityni bitta xursand qilib qo'yib turamiz, to'g'rimi? Butun dunyo ko'rdi bu o'yinda. Realni tan olib yozaveringlar. Haqiqatda kuchli o'yin bo'ldi, to'g'rimi? Sal qolsa sal qoladigan o'yin bo'ldi lekin